Voyinkomat xodimlari to'g'ridan-to'g'ri uyga kelishi mumkinmi? Eshikni taqillatib hujjat so'rashi mumkinmi? Ayniqsa pensiya yoshidagi odamlar bundan qo'rqish kerakmi? Bugun men aynan shu masalani oddiy, tushunarli va amaliy tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumot juda muhim, chunki u faqat harbiy xizmat yoshidagilarga emas, balki ularning ota-onalari, pensionerlar, nogironligi bor fuqarolar, yolg'iz yashaydigan keksalar va farzandi chet elda bo'lgan oilalarga ham tegishli. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng ko'p xatolar aynan eshik oldida, qo'rquv va shoshqaloqlik paytida qilinadi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday huquqiy va ijtimoiy mavzularni men sizga sodda qilib yetkazib boraman. Avvallari ko'pchilik voyinkomat deganda faqat chaqiruv yoshidagi yigitlar boradigan joyni tushunar edi. Odatda odamning o'zi tuman mudofaa ishlari bo'limiga chaqirilardi, tibbiy ko'rikdan o'tardi, hujjat topshirardi. Keyin qaror qabul qilinardi. Uyga kelish holatlari ham bo'lgan, lekin ko'p odamlar buni kam uchraydigan holat deb bilgan. Endi esa vaziyat boshqacha ko'rinmoqda. Ba'zi joylarda xodimlar fuqarolarning yashash manziliga kelib, ro'yxatni aniqlashtirmoqda, kim qayerda yashayotganini tekshirmoqda, oilada chaqiruv yoshidagi farzand bormi? Kim doimiy ro'yxatda turibdi? Kim vaqtincha ketgan? Kimning sog'lig'i bo'yicha muammosi bor? Shularni o'rganmoqda. Bu yerda eng muhim narsa shuki, voyinkomat uyga keldi degani darhol odamni olib ketadi degani emas. Lekin bu e'tiborsiz qoldirsa bo'ladigan oddiy holat ham emas. Chunki harbiy hisob chaqiruv zaxiradagi fuqarolar ro'yxatdan o'tish va ma'lumotlarni yangilash masalalari qonuniy tartibga ega. Agar fuqaro o'z ma'lumotlarini yashirsa, noto'g'ri ma'lumot bersa yoki chaqiruv qog'ozini qabul qilishdan asossiz bosh tortsa, keyinchalik jarima, tushuntirish xati, ma'muriy javobgarlik yoki boshqa rasmiy muammolar paydo bo'lishi mumkin. Pionerlar nega bu mavzuga alohida e'tibor berishi kerak? Sababi juda oddiy. Ko'p hollarda chaqiruv yoshidagi yigitlar ishda, o'qishda, boshqa shaharda yoki chet elda bo'ladi. Uyda esa ota-ona, bobo-buvi yoki yolg'iz yashaydigan pensioner qoladi. Eshik taqillaydi, voyinkomatdan keldik deyishadi. Pensioner hayajonlanadi, nima deyishni bilmaydi. Ba'zan ortiqcha hujjat ko'rsatib yuboradi. Ba'zan qo'rqib imzo qo'yadi. Ba'zan esa aksincha jahl bilan gaplashib vaziyatni og'irlashtiradi. Men bugun sizga aynan qanday yo'l tutish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, voyinkomat vakillari uyga turli sabablar bilan kelishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan sabab harbiy hisob ma'lumotlarini yangilashdir. Masalan, oilada 18 yoshga yaqinlashayotgan yigit bor. U kollejda yoki universitetda o'qiydi. Lekin ro'yxatdagi ma'lumot eski qolgan bo'lishi mumkin. Yoki yigit bir tumandan boshqa tumanga ko'chgan, lekin harbiy hisob bo'yicha o'zgarishni vaqtida rasmiylashtirmagan. Yoki pasport, yashash manzili, telefon raqami, o'qish joyi, ish joyi o'zgargan. Bunday vaziyatda xodimlar kelib, falonchi shu yerda yashaydimi? Qayerda o'qiydi? Telefon raqami bormi deb so'rashi mumkin. Ikkinchi sabab chaqiruv qog'ozini topshirish bo'lishi mumkin. Chaqiruv qog'ozi oddiy og'zaki gap emas. Unda kim chaqirilayotgani, qayerga kelishi, qaysi sana va soatda kelishi, nima sababdan chaqirilayotgani ko'rsatilishi kerak. Agar sizning farzandingiz yoki nabirangiz uyda bo'lmasa, pensioner sifatida siz darhol vahimaga tushmang. Siz u hozir uyda emas, men unga xabar beraman, lekin iltimos, hujjatni ko'rsating. Kim tomonidan berilganini ayting deyishingiz mumkin. Sizdan darhol hamma narsaga imzo qo'yish talab qilinsa, avval mazmunni o'qib chiqing. O'qimay turib imzo qo'yish eng katta xatolardan biridir. Uchinchi sabab tekshiruv yoki aniqlashtirish bo'lishi mumkin. Masalan, mahalla, hokimlik, ichki ishlar yoki boshqa idoralar bilan birga ro'yxat tuziladi. Bu ro'yxatda harbiy hisobda turishi kerak bo'lgan fuqarolar, zaxiradagi shaxslar, muddatli xizmatni o'taganlar, ayrim mutaxassislikka ega bo'lganlar bo'lishi mumkin. Pensionerlar ko'pincha men pensiyadaman, menga nima aloqasi bor deb o'ylaydi. Sizning shaxsan harbiy xizmatga aloqangiz bo'lmasligi mumkin. Lekin uyingizda ro'yxatda turgan farzand, nabira, kuyov yoki boshqa oila a'zosi bo'lsa, ular bo'yicha savollar bo'lishi mumkin. Kimlar xavotir olish kerak? Avvalo, harbiy hisobda turishi shart bo'lgan, lekin ma'lumotlarni yangilamagan fuqarolar. Masalan, 21 yoshli yigit Toshkentda o'qiyapti, lekin Farg'onadagi uyida ro'yxatda turibdi. U universitet yotoqxonasida yashaydi. Telefon raqamini almashtirgan, voyinkomatga xabar bermagan. Bir kuni uning ota-onasi uyiga xodimlar keladi.
Ona o'g'lim o'qiydi, tegmanglar deb janjal qiladi. Lekin muammo o'g'ilning o'qishda emas. Ma'lumotlar rasmiy yangilanmaganda bo'lishi mumkin. Agar u o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma olib, belgilangan tartibda topshirish kerak. Shunda ko'p savollar joyida hal bo'ladi. Yana bir misol. 26 yoshli fuqaro avval harbiy xizmatga vaqtincha yaroqsiz deb topilgan. Keyin qayta ko'rikka borish kerak bo'lgan, lekin bormagan. U ishlash uchun boshqa viloyatga ketgan. Uyda otasi pensioner odam qolgan. Voyinkomat kelib, o'g'lingiz qayerda deb so'raydi. Ota qo'rqib bilmayman deydi. Lekin aslida o'g'li qayerda ishlayotganini biladi. Mana shu joyda yolg'on ma'lumot berish kerak emas. To'g'risi, o'g'lim hozir boshqa viloyatda ishlayapti. Telefon orqali bog'lanib, siz aytgan muddatda murojaat qilishini yetkazaman deyish kerak. Agar manzili aniq bo'lsa, uni ham o'ylab aytish lozim. Lekin shaxsiy ma'lumotlarni berishda ehtiyotkor bo'lish kerak. Avval kelganlarning shaxsini va vakolatini aniqlang. Kimlar haddan tashqari qo'rqmasligi kerak? Pensiya yoshidagi oddiy fuqarolar, og'ir kasalligi bor odamlar, harbiy hisobga aloqasi bo'lmagan ayollar, yolg'iz yashayotgan keksalar. Sizning eshigingizga kelishsa, bu sizni jazolash uchun kelish degani emas. Lekin men pensionerman, gaplashmayman deb eshikni yopib qo'yish ham har doim to'g'ri yo'l emas. Madaniyatli, huquqiy va xotirjam gaplashish kerak. Siz savol berishga haqlisiz. Kim keldi? Qaysi tashkilotdan? Xizmat guvohnomasi bormi? Qaysi masala bo'yicha kelgan? Yozma hujjat bormi? Chaqiruv qog'ozi kim nomiga rasmiylashtirilgan? Alohida e'tibor bering uyga kirish masalasi. Har qanday xodim eshik oldida gaplashishi mumkin, lekin uyingizga kirishi uchun qonuniy asos bo'lishi kerak. Oddiy ma'lumot aniqlash uchun kelgan odamni uy ichiga kiritish majburiyat emas. Siz eshik oldida yoki hovlida gaplashishingiz mumkin. Agar siz yolg'iz pensioner bo'lsangiz, men hozir yolg'izman, iltimos tashqarida gaplashamiz deyishingiz mumkin. Bu qo'pollik emas, bu xavfsizlik. Hozir firibgarlar ham ko'p. Ba'zan odamlar o'zini turli idora xodimi qilib ko'rsatib, hujjat, pul, telefon, bank kartasi ma'lumotlarini so'rashi mumkin. Shuning uchun guvohnoma ko'rmasdan, hujjatning rasmiyligini bilmasdan hech narsa bermang. Endi istisnolar va nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat, chaqiruv qog'ozini kim qabul qilishi mumkin? Amaliyotda ba'zan oila a'zolariga ham xabar beriladi. Lekin chaqirilayotgan shaxsning o'zi hujjat mazmunidan xabardor bo'lishi, qayerga va qachon borishini bilishi juda muhim. Agar pensioner ona yoki ota o'g'li nomiga kelgan qog'ozni qabul qilsa, keyin men unutibman desa, muammo oila ichida paydo bo'ladi. Shuning uchun qog'ozni olgan bo'lsangiz, darhol rasmga oling, farzandingizga yuboring, sana va vaqtni alohida yozib qo'ying. Telefon orqali aytish bilan kifoyalanmang, imkon bo'lsa. Yozma xabar yuboring. Bugun falon vaqtda, falon joyga kelish haqida qog'oz keldi deb. Ikkinchi nozik jihat, farzandim chet elda degan holat. Hozir ko'p yoshlar Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlaydi. Qiyomat uyga kelsa, ota-onalar ko'pincha u chet elda bo'ldi, masala yopildi deb o'ylaydi. Yo'q, masala o'z-o'zidan yopilmaydi. Chet elda bo'lishini tasdiqlaydigan hujjatlar bo'lishi mumkin. Pasportdagi chiqish-kirish belgisi, mehnat shartnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, vaqtincha ro'yxat, viza yoki boshqa rasmiy hujjat. Agar kerak bo'lsa, ularni nusxa qilib tayyorlab qo'yish kerak. Lekin asl pasportni hech kimga berib yubormang. Nusxa topshirilganda ham qaysi idoraga, kimga, qaysi sana bilan topshirilganini yozib qo'ying. Uchinchi nozik jihat, sog'liq masalasi. Ko'p oilalarda yigitning sog'lig'ida muammo bor. Masalan, yurak kasalligi, ko'rish qobiliyati past, umurtqa muammosi, epilepsiya, ruhiy salomatlik bo'yicha davolangan, operatsiya bo'lgan yoki surunkali kasalligi bor. Ota-onalar u kasal bilishadi-ku deb o'ylaydi. Lekin og'zaki gap yetarli emas. Tibbiy hujjatlar bo'lishi kerak. Poliklinika kartasidan ko'chirma, shifoxona epikrizi, tashxis, tahlillar, rentgen yoki MRT xulosalari, nogironlik bo'yicha hujjatlar, dispanser hisobida turgani haqida ma'lumot. Voyinkomat tibbiy komissiyasi qaror chiqarishi 3 hujjat kerak. Agar hujjat tarqoq bo'lsa, bir qismi yo'qolgan bo'lsa, oxirgi tekshiruvlar eski bo'lsa, oldindan tartibga keltiring. 4-chi nozik jihat, pensionerlarning o'ziga tegishli hujjatlari. Ba'zan uyda faqat pensioner yashaydi, lekin uyga boshqa odam ro'yxatda turgan bo'ladi. Masalan, nabira 5 yil oldin ro'yxatga qo'yilgan. Lekin amalda boshqa joyda yashaydi. Voyinkomat kelganda pensioni u bu yerda yashamaydi deydi.
Bunday vaziyatda yashash joyi va ro'yxat masalasi muhim. Agar odam amalda boshqa joyda yashasa, tegishli tartibda ro'yxatni ham to'g'rilash kerak bo'lishi mumkin. Aks holda barcha rasmiy xabarlar eski manzilga kelaveradi va javobgarlik, tushunmovchilik, asabiylik avvalo uyda qolgan keksaga tushadi. 5-nozik jihat. Firibgarlik xavfi. Haqiqiy voyinko'mat xodimi sizdan bank kartangiz raqamini, SMS kodini, pensiya kartangiz parolini, pul o'tkazishni, tezda jarima to'lang deb plastik karta raqamini so'ramaydi. Agar kimdir o'g'lingiz muammoga tushgan, hozir pul bersangiz hal qilamiz desa, bu juda katta ehtimol bilan firibgarlik. Bunday paytda darhol qarindoshlarga qo'ng'iroq qiling, may 2 ga murojaat qiling yoki mahalla raisi bilan bog'laning. Pensionerlar aynan shunday qo'rqitish usullariga ko'p aldanadi. Shuning uchun oilada oldindan kelishib oling. Hech qachon telefon orqali kelgan begona odamga pul o'tkazilmaydi. Hech kimga SMS kod aytilmaydi. Hech qanday hujjat asl nusxada berib yuborilmaydi. 6-nozik jihat, imzo masalasi. Imzo qo'yish oddiy rasmiyatchilik emas. Siz nimaga imzo qo'yayotganingizni bilishingiz kerak. Agar qog'ozda chaqiruv qog'ozini oldim deb yozilgan bo'lsa, demak siz hujjat olinganini tasdiqlayapsiz. Agar falonchi shu manzilda yashaydi deb yozilgan bo'lsa, siz yashash holatini tasdiqlayapsiz. Agar tushuntirish xati bo'lsa, unda har bir so'z muhim. Shuning uchun o'qimay imzo qo'ymang. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, ko'z oynagim yo'q, o'qib olishim kerak. Farzandimga ko'rsataman deyishingiz mumkin. Agar bosim bo'lsa, men mazmunini tushunmasdan imzo qo'ymayman deb xotirjam ayting. Bu sizning oddiy huquqingiz. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Uyga voyinko'mat vakillari kelsa, nima qilish kerak? Birinchi qadam, xotirjam bo'ling. Ovozingizni ko'tarmang, eshikni shartta yopmang, lekin haddan tashqari bo'ysunuvchan ham bo'lmang. Assalomu alaykum, qaysi tashkilotdan keldingiz? Xizmat guvohnomangizni ko'rsatsangiz deb boshlang. Agar ular haqiqiy xodim bo'lsa, normal tarzda tushuntiradi. Agar asabiylashsa, hujjat ko'rsatishdan qo'rqsa yoki bizni tanimadingizmi desa, ehtiyot bo'ling. Ikkinchi qadam. Kelganlarning ma'lumotini yozib oling. Ism, familiyasi, lavozimi, qaysi tuman mudofaa ishlari bo'limidan kelgani, telefon raqami, kelgan sana va vaqt. Agar hujjat berilsa, uni rasmga oling. Bu janjal uchun emas. O'zingizni himoya qilish va keyinchalik chalkashmaslik uchun kerak. Ayniqsa pensionerlar ba'zan hayajondan hamma narsani unutib qo'yadi. Daftarga yozing, bugun falon kuni, falon vaqtda falon masala bo'yicha kelishdi. 3-qadam. Kim haqida so'rashayotganini aniq biling. Agar o'g'lingiz, nabrangiz yoki boshqa qarindoshingiz haqida so'rashsa, uning hozirgi holatini to'g'ri ayting. Uyda yo'q, o'qishda, ish safarida, chet elda. Kasalxonada, boshqa manzilda yashaydi kabi javoblar aniq bo'lsin. Lekin ortiqcha gapirmang. Masalan, u sizlardan qochib yuribdi yoki kelmaydi baribir kabi hissiy gaplar aytish yaramaydi. Siz faktni ayting, qayerda, nima sababdan, qanday bog'lanish mumkin. 4-qadam, hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'ying. Har bir oilada chaqiruv yoshidagi yigit bo'lsa, alohida papka bo'lishi kerak. Unda pasport yoki ID karta nusxasi, tug'ilganlik haqidagi hujjat nusxasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, ish joyidan ma'lumotnoma, tibbiy hujjatlar, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, harbiy hisobga oid avvalgi hujjatlar agar chet elda bo'lsa. Chet elda ekanini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lsin. Asl hujjatlarni uyda saqlang. Faqat kerak bo'lsa nusxa qiling. Asl nusxaga mos deb yozish talab qilinsa, buni qaysi tartibda qilish kerakligini idoraning o'zidan aniqlang. 5-qadam. Agar chaqiruv qog'ozi kelsa, sanani o'tkazib yubormang. Masalan, qog'ozda 25 may kuni soat 9:00 da tuman mudofaa ishlari bo'limiga kelish yozilgan bo'lsa, 16 may kuni kecha bilmay qoldik deyish muammo tug'dirishi mumkin. Agar odam haqiqatan bora olmasa, sababini hujjat bilan tasdiqlash kerak. Kasal bo'lsa, shifokor ma'lumotnomasi, safarda bo'lsa, safarni tasdiqlovchi hujjat. Chet elda bo'lsa, chiqish hujjatlari kerak bo'ladi. Og'zaki bahona ko'pincha yetarli bo'lmaydi. 6-qadam, mahalla bilan aloqani uzmang. Ko'p masalalar mahalla orqali aniqlashtiriladi. Agar farzandingiz boshqa joyda yashasa, mahalla faollari bilan gaplashib vaziyatni tushuntiring. Lekin hamma narsani faqat mahallaga tashlab qo'ymang. Harbiy hisob va chaqiruv masalasi bo'yicha asosiy rasmiy idora tuman yoki shahar mudofaa ishlari bo'limi hisoblanadi. Shubhali vaziyat bo'lsa, o'zingiz borib qabul kunida aniq ma'lumot oling.
Pensioner ota yoki ona borolmasa farzandi ishonchli qarindoshi yoki huquqiy savodi bor odam bilan birga bo'lsin. 7-qadam. Yozma murojaat qilishni o'rganing. Agar sizga tushunarsiz talab qo'yilsa, og'zaki tortishmang. Iltimos, talabingizni yozma shaklda bering deyish mumkin. Agar farzandingizning sog'lig'i bo'yicha masala bo'lsa, tibbiy hujjatlar bilan birga ariza yozing. Arizada oddiy qilib yoziladi. Falonchi fuqaro falon tashxis bo'yicha davolangan, ilova sifatida tibbiy hujjatlar taqdim etiladi. Belgilangan tartibda ko'rib chiqishingizni so'rayman. Arizadan nusxa olib qabul qilingan sanani qo'ydirish foydali. Chunki keyin topshirgandik degan gap emas. Rasmiy dalil kerak bo'ladi. 8-qadam, farzandlaringiz bilan oldindan kelishib oling. Uyda pensioner ota-ona bo'lsa, yoshlar ularga hammasini tushuntirib qo'yish kerak. Agar voyinkomatdan kelishsa, mana mening telefonim, mana o'qish joyim, mana hujjatlar papkasi, hech narsaga o'qimay imzo qo'ymang, meni darhol chaqiring deb aytish kerak. Bu oddiy ko'rinadi. Lekin hayotda aynan shu tayyorgarlik ko'p muammolarning oldini oladi. Keksalar farzandini himoya qilaman deb ba'zan noto'g'ri gapirib qo'yadi. To'g'ri himoya bu qonuniy hujjatli harakat qilishdir. 9-qadam. Janjal, video tortish va tahdid masalasida ehtiyot bo'ling. Ba'zi odamlar darhol telefonni olib, baqirib video olishni boshlaydi. Agar vaziyat xavfsizlik uchun xavotirli bo'lsa, yozib olish o'zingizni himoya qilishga yordam berishi mumkin. Lekin buni provokatsiya uchun emas, xotirjam holatda qiling. Men suhbatni eslab qolish uchun yozib olaman deb aytish mumkin. Lekin xodimlarni haqorat qilish, itarish, yo'lini to'sish, qo'rqitish mumkin emas. Bunday harakatlar sizning foydangizga emas, aksincha vaziyatni huquqiy jihatdan og'irlashtirishi mumkin. 10-qadam. Agar pensionerning sog'lig'i yomon bo'lsa, yolg'iz gaplashmasin. Qon bosimi ko'tariladigan, yuragi bezovta qiladigan, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan yoki eshitishi past odamlar har qanday rasmiy suhbatda qiynalishi mumkin. Shuning uchun qo'shni, mahalla vakili, farzand yoki qarindoshni chaqirish kerak. Men yolg'iz qaror qabul qila olmayman, farzandimni chaqiraman deyish uyat emas. Ayniqsa imzo hujjat topshirish, tushuntirish xati yozish kabi vaziyatlarda yoningizda ishonchli odam bo'lsin. Yana bir hayotiy misol keltiraman. Bir pensioner onaning nabirasi 19 yoshda universitetda o'qiydi. Uyga kelib chaqiruv qog'ozini berishadi. Ona qo'rqib, uni olib ketishar ekan deb yig'laydi. Aslida qog'oz tibbiy ko'rik va hisobni aniqlashtirish uchun bo'lgan. Nabira ertasi kuni universitetdan ma'lumotnoma olib boradi. Tibbiy ko'rikdan o'tadi. Keyin o'qishi bo'yicha tartib hal qilinadi. Agar oila vahima qilmay hujjatni o'qib vaqtida borganida muammo umuman katta bo'lmas edi. Demak, har bir chaqiruv qog'ozi darhol xizmatga olib ketish degani emas. Lekin uni mensimaslik ham mumkin emas. Boshqa misol, bir oilada o'g'il chet elda ishlaydi. Uyda otasi qolgan. Voyinkomat kelganda ota u yo'q, qayerdaligini bilmayman deydi. Chunki o'g'lini bezovta qilishlardan qo'rqadi. Keyin rasmiy idora o'g'lini topolmaydi. Chaqiruvlar eski manzilga kelaveradi. Muammo kattalashadi. To'g'ri yo'l qanday edi? Ota, o'g'lim chet elda. Mana pasportdagi chiqish sanasi nusxasi, mana telefon raqami u bilan bog'lanib belgilangan tartibda tushuntirish beramiz deyish kerak edi. Shaffoflik ko'pincha qo'rquvdan yaxshiroq ishlaydi. Yana bir misol. Yigitning sog'lig'ida jiddiy muammo bor, lekin hujjatlar eski. Ota-onasi hamma biladi, u bolaligidan kasal deydi. Lekin rasmiy komissiya hamma biladi degan gap bilan emas, hujjat bilan ishlaydi. Shuning uchun ular poliklinikaga borib tibbiy kartadan ko'chirma olishi, mutaxassis shifokor ko'rigidan o'tishi, oxirgi tekshiruvlarni yangilashi kerak. Agar haqiqatan tibbiy asos bo'lsa, hujjat uni ko'rsatadi. Agar hujjat bo'lmasa, og'zaki gap odamni himoya qilmaydi. Men yana shuni ta'kidlayman. Voyinkomat kelganida asosiy maqsadingiz qarshilik ko'rsatish emas, vaziyatni qonuniy yo'lga qo'yish bo'lishi kerak. Kimdir eshikni ochmang, hech kim bilan gaplashmang deb maslahat berishi mumkin. Bunday keskin maslahatlar har doim ham to'g'ri emas. Boshqa tomondan hammasini beravering, nima desa imzo qo'ying degan maslahat ham noto'g'ri. To'g'ri yo'l o'rtada. Shaxsini tekshirish, hujjatni o'qish, ortiqcha ma'lumot bermaslik, lekin qonuniy talabni ham e'tiborsiz qoldirmaslik. Agar sizga bosim bo'layotgandek tuyulsa, masalan, hozir imzo qo'ymasangiz yomon bo'ladi. Farzandingizni darhol topib bering, pul to'lasangiz hal bo'ladi. Kabi gaplar aytilsa, darhol to'xtang. Rasmiy idorada hamma narsa tartib bilan bo'lishi kerak.
Siz men bu masalani yozma ravishda olaman, qarindoshim bilan maslahatlashaman, zarur bo'lsa yuristga murojaat qilaman deyishingiz mumkin. Huquqiy savodli odam hech qachon shoshilib qaror qilmaydi. Pensionerlar uchun alohida ro'yxat aytaman. Uyda doim yoningizda quyidagi narsalar bo'lsin: farzand va nabirlarning telefon raqamlari yozilgan daftar, mahalla raisi yoki profilaktika inspektori raqami, tuman mudofaa ishlari bo'limi manzili, asosiy hujjatlar nusxalari, tibbiy ma'lumotlar papkasi, ko'zoynak ruchka va daftar. Bu oddiy ko'rinadi. Lekin eshik oldidagi suhbatda juda kerak bo'ladi. Telefoningiz quvvati bo'lsin, chunki zarur paytda farzandingizga qo'ng'iroq qilishingiz kerak bo'ladi. Yoshlar uchun ham aytaman, ota-onangizni yolg'iz qoldirmang. Agar siz chaqiruv yoshida bo'lsangiz yoki harbiy hisobda tursangiz, men o'zim bilaman deb yuravermang. Sizning mas'uliyatsizligingiz uyda qolgan onangiz yoki otangizning asabiga tushadi. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Qayerda ro'yxatda turganingizni biling. O'qish yoki ish joyingizdan ma'lumotnomalarni vaqtida oling. Telefon raqamingiz o'zgarsa, zarur idoralarga xabar bering. Bu faqat majburiyat emas, oilangizni ortiqcha tashvishdan himoya qilishdir. Demak, voyinkomat uyga kelishi mumkin, lekin bu darhol vahima qilish kerak degani emas. Eng muhimi, kim kelganini aniqlang, hujjatni o'qing, o'qimay imzo qo'ymang. Asl hujjatlarni berib yubormang. Farzandingizga darhol xabar bering. Kerakli ma'lumotlarni yozib oling va har bir masalani rasmiy hujjat bilan hal qiling. Pensionerlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki firibgarlar ham aynan qo'rquv va ishonuvchanlikdan foydalanadi. Agar oilangizda chaqiruv yoshidagi yigit bo'lsa, bugun hujjatlarni bir papkaga yig'ing, o'qish, ish, sog'liq va yashash manzili bo'yicha ma'lumotlarni tartibga keltiring. Agar farzandingiz chet elda bo'lsa, buni tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlang. Agar sog'lig'ida muammo bo'lsa, shifokor xulosalarini yangilang. Eng to'g'ri himoya bu baqirish emas, yashirish emas, balki tartib, hujjat va qonuniy yo'l. Sizning hududingizda voyinkomat uyma-uy kelgan holatlar bo'ldimi? Sizdan qanday hujjat so'rashdi? Qanday vaziyatga duch keldingiz? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa pensioner ota-onasi bor oilalarga bu ma'lumot juda kerak bo'lishi mumkin.